2025-yilda Katyol haqida eng ko'p berilgan savollar va ko'pchilikda bo'lgan muammolarni video oxirigacha ko'rsalaring tushuntirib beraman. Elektrda istaman deganlar uchun ham bu videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Nimaga? Ko'mir narxi arzon, elektr qimmatlashyapti, gaz muammo bo'lyapti, gaz tanqisligi yoki qishga borib o'chib qolish holatlari bo'lganligi uchun ko'mir hokasigacha yonib beruvchi Katyollardan xarid qilsangiz, siz gazingiz o'chib qolsa yoki elektr juda qimmat bo'lib ketsa, elektr yo'q bo'lgan holatlarda bulardan foydalanib bemalol uyingizni isitishingiz mumkin bo'ladi. Katyol haqida eng ko'p beriladigan savol, menga ko'p tushgan savol, bu qo'l avtomat va avtomat katyollarni tushunmasdan xarid qilish. Hozir vaqt bor, bemalol katyol tanlash yoki ko'rish imkoniyatlari bo'ladi yoki navbatsiz olish holatlari bo'ladi. Sezonga borganda o'zi kuz oyidan boshlab, yozda oxiri kuz oyidan boshlab ochretlar boshlanadi. Ko'p katyol ishlab chiqaruvchilarimizdan 10 kundan 30 kungacha ochret holati bo'ladi. O'sha vaqtda tanlanmasdan, iloji vaqt yo'qligidan yoki bundan qaysi tushsa tanlamasdan olib olish holatlari bo'lyapti. Shu holatda bo'lmasligi uchun vaqtidan harakat qilib, iloji boricha vaqtida olib qo'yib, bahorda, yozda holatlarda olib qo'yilsa, navbatda kutmagan holatda keyin kelib, ko'rib, bemalol ikkalasini ham yoqib, farqlarini ko'rib olishlar mumkin. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, men hozir farqini videoda tushuntirib berishga harakat qilaman. Bo'lmasa men boshladim. Videoga like bosib, bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bizga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi katyol haqidagi foydali videolarimizni o'tkazib yubormaymiz. Bizda 90% kuzatuvchilarimiz obuna bo'lmasdan kuzatishyapti. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana hozir ko'pchilik qo'l avtomat katyolda narxiga qiziqib turib, qo'l avtomat katyol olishga harakat qilishadi. Nimagaki narxi deyarli teng barobar arzon bo'ladi. Hozir aqlli katyol deyilyapti va nijniy garina, verxniy garina katyol deyilyapti. Xuddi shu. Bu nijniy garina, verxniy garinalar bu qo'l avtomat katyollarga kiradi. Sababi regirovkasi. Issiqlik regirovkasini o'chirib yoqishni o'zi qiladi. Lekin ko'mirni ichiga o'zingiz har 8 soatdan 16 soatgacha solib turasiz. Buni ham har xil turi bor. 2 soatdan boshlanadi, 1 sutkagacha yetadigan holati bo'ladi. Kimdir narxiga qiziqib turib, arzonroq istab, arzonroq bo'lsa yaxshi deb, misol 3 million, 4 million yoki 5 millionga katyol xarid qilishyapti. Unga 2 soat, 3 soat, ana o'zlasa 5 soatda ko'mir solish kerak bo'lyapti. Bu yuzaga kelib turgan ko'p muammo shundan bo'lyapti ko'pchilikda. Katyol olib bo'lgandan keyin. Hozir bu katyolimiz o'sha hisob-kitob bilan ekonom qilib ishlab chiqarilgan. 8 soatdan 16 soatgacha bitta zapravka bilan yonib beradi. Bu degani kechqurun ko'mirni solib qo'yganingizdan keyin ertasi kuni ertalabgacha bemalol yetib beraveradi. Sizni kechqurun bezovtali holat bo'lmaydi. Keyin bu katyolimiz svet bo'lgan holatda, veltinator bilan svet bo'lmagan holatda pastda eshichasi ochilishi va regulyatorni tiyaga qo'yish orqali mexanika orqali ochilib yopilaveradi. Issiqlik aytgan gradusga qo'yganingizda. Bu regulyatorni tiyagani alohida ishlashlarigacha bitta video qilaman. Bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Sababi bizni 90% dan oshiq kuzatuvchilarimiz obuna bo'lmasdan kuzatishyapti. Keyingi foydali videolarni o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ysalaring va like tugmasini qo'zg'atib, kommentariyada katyol haqida qanaqa savollaringiz bor? 15 yil stajga ega bo'lgan jamoamiz bilan birgalikda sizlar savollaringizga javob beramiz. Keyin avtomat katyol. Avtomat katyol yonida o'sha bunkeri bo'ladi, reduktor motor orqali ko'mirni olib kirib yoqaveradi. Ichkaridagi xuddi shunaqa garelka bo'ladi, garelkani ichida yonadi. Garelkamiz ham 3 xil, 4 xil holatda bo'ladi. Garelkalar haqida va regulyatorning tiyaga haqida alohida video qilaman. Aytganda bizni kuzatishda davom etinglar. Bu shu garelka orqali, ichida mana garelkasi bor. Shu garelka orqali yoqib beradi. Afzallik tarafi 100 kilodan 150 kilogacha ko'mirni solib qo'yganingizdan keyin bu o'zi olib kirib yoqaveradi. 2 sutkadan 5 sutkagacha havoni sovug'i va uyni tepla batareyasiga qarab turib rasxodni yetkazib beraveradi. Ko'pchilik nimasiga qiynalishyapti? Qo'l avtomat katyol narxiga qiziqib olishyapti. Misol uchun 7,5 millionga buni 100 kvadratligisini olishgandan keyin buni olib borib bularga 2 sutkasiga 2 mahal solish noqulaylik qilyapti. Shuning uchun avtomat katyoldan olganim yaxshi. Avtomatga almashtirsam bo'ladi deyapti va keyin mablag'lari ozgincha o'rtada yo'qolib qolyapti. Nimaga? Uni boshqa insonga sotsa bo'ladi. Lekin bu katyolni yana o'zining narxida olishgandan keyin o'rtada ozgina pul yo'qotish bo'lyapti. Shunaqa holat bo'lmasligi uchun to'g'ri tanlov qilinglar. Bu hokaga yonadi.
tirik ko'mirlarda yoqmaydi. Tuxumdegacha bo'lgan ko'mirlarda yoqib berish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Agar hisob-kitob qiladigan bo'lsalaring, bunga ketadigan ko'mir misol uchun 300 so'mdan 1100 so'mgacha bor. Mayda ko'mirda hoka ko'mirlar. Mana 500 so'mligini olganingizda ham 40 kilo, 50 kilo sotilganda 20-25 ming so'm bo'ladi. Endi bu po'lat yo'limiz ham hoka ko'mirda, Angren hokasigacha bemalol yoqib beradi. Faqat bunda har kuni solib turishingiz noqulaylik bo'ladi. Shuning uchun siz yo'l tanlashda yaxshilab e'tibor bering. Agar sizga haqiqatan ham po'lat yo'l olish kerak bo'lsa, po'lat yo'l xarid qiling yoki avtomat. Shunisini mablag'ingizga qarab, sizga yoqishiga, qulayligiga qarab turib tanlashingiz mumkin bo'ladi.